Endi inson dunyoda yashar ekan, albatta ustiga bir musibatlar keladi, qiyinchiliklar, mashaqqatlar. Mana shunday holatda inson o'zini yo'qotib qo'yadi, iztirobga tushadi, dovdirab qoladi. Mana shunday holda nima ish qilish kerakligini bilmay qoladi. Ammo mo'min mana shunday holatda Robbis tomonidan yuboriladigan sakinatga ega bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Mana shunday bir mashaqqat, qo'rquv, xavotir, vahima kelgan paytda mo'min banda Allohga qanchalar yaqin bo'lsa, islomida, iymonida qanchalar mustaqim bo'lsa, taqvosida qanchalar mustahkam bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha Alloh taolo unga sakinatni tushiradi. Xotirjam bo'ladi. Kim aytgani bo'ladi deydi? Allohda aytgani bo'ladi deydi. Hammani boshini qo'tirib qo'ygan, hayron qoldirgan, aqllarni qulflab qo'yadigan balolar, musibatlar kelganda Alloh o'zini mana shunday taqvoli mo'min bandasini qalbiga sakinatni tushiradi. Ana shu sakinat sababli mo'min xotirjam turadi, dovdirab qolmaydi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijrat kunini eslaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 dan ortiq sababni qilib eson-omon Madinaga yetib olishlik uchun 10 dan ortiq sababni qildilar, g'orda o'tiribdilar. Lekin bu sabablarni bittasi ham foyda qilmadi. Quraysh o'sha g'orda oldiga bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularni oyoqlarini ko'rib turishar edi. Shunda Abu Bakr Siddiq xavotirga tushdi, yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz ey Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar engishib bittasi oyog'ini tagiga qaraganida bizni ko'rib qolar edi. Payg'ambarimiz nima dedilar? Mana Alloh tomonidan tushirilgan sakinatki, iz yaqulu li sohibihi la tahzan, innalloha ma'ana. O'shanda o'zining sohibiga aytgan edi, mahzun bo'lmang, zero Alloh biz bilan birgadir. Mana haqiqatan qo'rquv holati, xavotir. 10 ta odammi, 20 ta odammi mushriklar chiqib g'orda oldiga kelishdi. Izlar shu g'orga kirib ketayotganligini ko'rishdi. Lekin bittasi engashib qaramadi. Mana shunday bir xatarli holatda qalbida sakinati bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini hamrohini nima qilyaptilar? Tinchityaptilar. Xotirjam bo'ling. Ma zannuka ya Abu Bakr bi isnayn, Allohu salisuhuma. 3-she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz ey Abu Bakr? Ana sakinat. Xandaq kuni, Hunayn kuni, Hudaybiya kunlari. Bularni bari musulmonlar uchun mashaqqatli, istirobli, qo'rquvli kunlar edi, shiddatli kunlar edi. Alloh hammamizni o'zini ofiyatda saqlasin, lekin bandamiz boshimizda har xil kunlar bor. Mabodo mana shunday bir mashaqqatli, qo'rquvli kunlar kelib qoladigan bo'lsa, agar biz mo'min bo'ladigan bo'lsak, chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsak, Alloh tomonidan albatta sakinat keladi. Qalbimiz xotirjam bo'ladi. Birodarlar, biz namoz haqidagi ilmni bir o'rganamiz, bo'ldi. U o'zgarmaydigan ilm. Sarf, nahv, arab tili grammatikasini o'rganamiz, bo'ldi. Qiyomatgacha bir xil turadi. Ro'zani fiqhini o'rgandik, zakotni fiqhini o'rgandik, tamom, bu o'zgarmay bir xil turadi. Ammo birodarlar, nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasining ilmi juda ham muhim. Chunki qalb bir xil turmaydi hech qachon. Doim nima bo'lib turadi? O'zgarib turadi. O'zichi bu nafs tarbiyasi bilan, qalb tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman degan odamga juda ham oson retsepti bor. Nafs xohlayotgan narsani qilmaysiz.